Assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, kuzatuvchilar, mana shu ikkinchi katta maydon, dala maydonimiz. İkinci maydonda albiyon ekilgan qisman teng yarmiga sug'orish tizimlari, dori sotishga, boshqa oziqa berishga suv havzamiz, o'sha nasosi ishlab turibdi, filtrlari. Mana albiyonlarimiz xudo xolasa. Albiyonlar holati yaxshi, yomon emas. Hosil berishi ham yaxshi. Chunki bizni Toshkent viloyati Angren shahrida ko'pchilikga qaraganda iqlim sal salqinroq. Shu albiyon shunga mos tushganda xudo xolasa. Hosil berishligi, masalan, yozda jazirama issiqda ham o'ziga yarashib hosil berib turadi, chiroyli qilib. Ko'chatlar holati yaxshi, yomon emas. Mevalar ham tugib kelishni boshlab, pishishni ham boshladi. Mana bemalol chiroyli bo'lib hosil berib turibdi. Kalibrlari ham katta-katta. Albiyonlarimiz mana. Ana bu shu Kileri alb ekkan maydonim edi, xudo xolasa. Shundan oxiridan tortib, o'sha oxirigacha Gidetda hozir arig'ini sanalganmi? Gidetda 55 ta atrofda ariq tushdi. Agat deydi biz tilimizda. Mana agatlarning olinishi chiroyli qilib, mayingina qilib, me'yorida, tekisligi, hammasi joy-joyida xolos. Mana bu qirg'og'idan bu qirg'og 70 qilib olingan, usti 60 qoldi. Mana bu arig'i 50. 50 ga ariq olingan, bu ham 60 bo'ladi. Usti qismi 60 bo'ladi shunda. 60 yetadi masalan. Ko'chat oralig'idan ko'chat oralig'ini 30-35 qilsangiz, chekkasidagi deydi, ko'chatdan keyin 7 sm, 8-10 sm ga joy qoladi. Mana shuna holatda. Uzunasiga 35 metr. Mana shuna qilib ketgan. Mana agatlar hammasi chiroyli qilib, jiyanlarim xudosi 3 kunda olib berdi. Agrotexnikasi qilindi yaxshilab. Motoblok bilan chiroyli 2-3 marta o'tildi. Mana shundan qaranglar, frezerlar mayingina agat bo'ldi. Birinchi oldingi yil bu yoqqa Kileri alb ekilgandi boshdan oxirigacha. Undan keyin yaxshilab medni kuparos bilan ishlov berib yubordik. Endi agar men medni kuparosni nima deydi? Men sochdim iloji boricha. Suvga aralashtirib 10 litr suvga 300 grammdan o'sha dori sochgan aparatimizni soldimda, yaxshilab ishlov berib yubordim. Keyin ISO aralashmasi bilan ishlov berib yubordim men. ISO aralashmasini 10 litr suvga 150 grammdan qilib sochibdi. Ishda bu hasharot, kasallik hammasi bartaraf qilish maqsadida bir muncha bo'lsa bartaraf qiladi. Agatlar chiroyli qolindi, xudo xolasa. Bugun erta bolalar dam oladi. Ertadan 2 kundan keyin xudo xolasa chiroyli qilib nima deydi? Kapelentalar tortiladi. Mo'lcha klonkalar yopib tayyorlab turib, bir haftadan keyin xudo xolasa ko'chatlarni ekib boramiz. Albiyon ko'chatlarimizni. Bir hafta 10 kun bo'lar holatiga qarab. Albiyonlarimiz holati mana. Kattaligi ham, barglar tizimi kattaligi yaxshi, yomon emas. Kalibrlarini ko'rganingizlar. Mana barak tizimlari ham katta. Biroz bu yerda kishnab ko'ryapti. Hozir kun isida albiyonlar pastroq bo'lib tursa, yonga beradi. Bu bahorda g'avlaydi sal chiroyli. Mana kalibrlari yomon emas. Mevalar pishib kelishi. Endi kun issiqda bunaqa bahorga o'xshab nima deydi? 70 gram, 60 gram, 80 gramlik hosil olmaysiz. Meva 45-50 gram bo'ladi. Bu orasida chiqib qoladi o'sha siz aytgan 60-70 gramlik ham o'ziga yarashib beradi. Agatlarimiz shunaqa boshdan oxirigacha agatlar har bittasidan olingan, mana chiroyli qilib oxirigacha olib qo'yganmiz. Endi oxiriga borib o'tirmayman, oxirigacha olingan. Kakbalar mana bir xil bo'lib turibdi yerimiz. Hamma tomoni mana chiroyli, mana shunday olgansa chiroyli bo'lib turibdi. Ariqni ichidan bo'yigacha 30-35 sm balandligida bo'ladi, yaxshi, yomon emas. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Har bir dehqonda qilayotgan ishlarga Alloh taoloning o'zi baraka bersin, ishlarimizni rivojini bersin. Xalqimizni dasturxonga chiroyli noz-ne'matlar yetishtirib bersa, charchamaylik. Charchashga haqqimiz ham yo'q aslida. Charchamanglar aka-ukalar. Albiyon. Mana ham albiyonga berilganda